ko'ngil olimi xuddi sirtqi olamga o'xshash ko'z yetkusiz bepoyon bo'lgan bir tafakkur makonidir. Mavlana Hazratlarining tövandagi qissasi o'ylanish va muroqabaning, ya'ni iç dünyasida tafakkur qilishning ahamiyatini nima degan go'zal ifodalagan. Bir zohid kishi huzur ichida tafakkurga sho'ng'ish uchun gulchechakka purkangan bir bog'ga yetib keladi. Bog'dagi gulchechaklarning hidi, qushlarning yiqimliq vijirlashlari eliq odamni mast xush qiladi va ko'zini ching yumib tafakkurga sho'ng'iydi. Bog'chidagi boshqa bir kishi zohid kishiga qarab, uxlab qolgan chig'i deb o'ylaydi va zohidning u holidan sal bearam bo'ladi. Ondan zohid kishini noqib, "Nimish uxlaysan deyman? Ko'zingni ichib, o'zim baranglarni, rangarang chechaklarga purkangan daldaraxlarni, yop-yeshil chimliqlarni, odamni mast qiladigan gul chechaklarga qarab, Allohning rahmat asarlariga qarab huzurlansang bo'lmadi" deydi. Zohid kishi u kishiga mundaq javob beradi: "Ey g'ofil, shuni bilginki, Allohning eng go'zal rahmat asari ko'ngildir. Uningdan boshqa asarlar bo'lsa, ko'ngil asarining soyisiga o'xshaydi. Masalan, qo'yiq bir o'rmonliqda eqiyotgan o'stangni alayliq, o'stangning so'psuzlik suyidan ikki tarafdagi daraxtlarning aksini ko'ra olaysan. Suv ichida aksi ko'ringan narsalar xuddi xiyolimizdagi, ya'ni ko'nglimizdagi bog' baravonga o'xshaydi. Asli haqiqiy bog' baravon bo'lsa, ko'nglimizdadir. Chunki eng qarashqa tegishli bo'lgan ilohiy nazargoh ko'ngildir. Uning eng nozuk nafis simolari suv va tuproqdan yaratilgan dunyo olamidir. Agar ko'ngil olamidagi o xushalliq bo'liqining aksi simosi bo'lmagan bo'lsa edi, Janobi Alloh bu fani olamni aldaydigan makon demagan bo'ladi. Ali Imron surasining 185-oyatida Janobi Alloh dunyo faqat aldaydigan moldan iboratdir deydi. G'afil qolganlar va dunyoni jannat deb o'ylab qolganlar bu daryoning ko'rinishiga aldinib, asli buk baraxson gulchechakka purkangan bog' baravondan, ya'ni Allohdan yiroq qolgan havo havasga moyil bo'lib ketgan kishilardir. Hamon bir kuni bu g'aflat uyqusi tugab, ko'zlar ochilib, haqiqat oshkora bo'ladi. Lekin bu uyquning oxirlashib, ko'zlarning ochilib, haqiqatning oshkorlanishi oxirgi nafasga qolganda hech nimaga asqatmaydi. O'lishdan burun o'lgan ruhiyati bu bog'ning haqiqatidan huzurlangan kishi nima degan baxtlik. Muroqaba, ya'ni Allohning har vaqt bizni ko'rib turadiganligiga ishonish bo'lsa, Allohga yetishdiki, shundaqla ilm, irfon, sir va hikmatlarga erishdiki eng muhim omillardan biri. Hatto tasavvufdagi ma'naviy taraqqiyotni ilgari suradigan eng dog'dom va munbatli yo'l. Muroqaba qilishni xohlaydigan mu'min eng avval ko'nglini tayyorlaydi. Xuddi namozdagiga o'xshash o'ltirdi. Mushu jarayonda butun diqqatini yig'ib Allohga yuzlandi va chin qalbidan Alloh meni ko'rib turibdi. U har vaqt men bilan birgadir. Menga mendimi baqiqindir degan e'tiqod nazariyasini tafakkur qilishga boshlaydi. Buning natijasida hamma narsani qorshaydigan ilohiy nur uning qalbiga sirg'ib kirishga boshlaydi. Oshiq ahli nazarda muroqaba insonni Allohga yaqinlashtiradigan eng unumli yo'ldir. Qalbiy jihatdan Allohga yuzlanish jismimiz bilan yuzlangandan natijasi muhim hamda ko'p unumlidir. Chunki qalb orqali har qanday kishi har qanday vaqtda Rabbiga oson holda yuzlana oladi. Shundaqla yashangan og'riqsizlik vaqtlarda ko'proq jismoniy ibodatlar orqali yuzlanishga tirishamiz. Hikmat ahli azroq bo'lsa-mu Janob Allohning huzur va muroqabasida bo'lish, Sulaymon alayhisalomning podshohligiga ega bo'lishdan munajjasi ulug' va afzaldir deydi. Suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hech qanday soyi bo'lmagan qiyomat kunida Janobi Alloh ba'zi qullarga arshning soyisini ikrom qiladi. Bu baxtli kishilarning biri bo'lsa, yolg'iz qolganda Allohni aslagan va aslab etib, hayajon bilan ko'z yosh qilgan mu'mindir.